Hammaga salom do'stlar, mening ismim Jiko va ko'rib turganingizdek mening terim bilan yana bir narsa noto'g'ri, lekin bu eng muhim emas. Chunki bugun men sizga Minecraft lavadan qanday qilib qasr qurishni ko'rsataman. Men yaqinda juda tezda duch keldim. Lava qasri, bedroq qasri, suv qasri kabi videolar va sizga qanday qilib qurishni ko'rsatishga qaror qildim. Buning uchun bizga mana shunday lava bloki kerak. Shunday qilib keling, boshlaymiz. Avvalo biz minoraning chetini qilamiz. U bo'ladi, taxminan ko'rinadi. Hozir men sizga ko'rsataman. Keling, bu yerga qaray. Qayerga boramiz? Taxminan mana shunday, ya'ni taxminan shunday qilib bizning birinchi minoramiz ko'rinadi. Keyin biz qatorga 5 ta blok qo'yamiz, kengligiga eshik qilamiz. 4 ta blok va yana 5 ta blok qo'yamiz va bu yerda xuddi shunday minora yasaymiz. Mana shunday konstruksiya. Ammo bu hammasi emas. Keyin 14 ta blok qator qo'yamiz va yana bir minora yasaymiz. Keyin biz ham 14 ta blok qo'yamiz. Qator va oxirida yana bir minora quramiz. Va natijada 4 ta minora paydo bo'lishi kerak va keyin shunchaki hammasini birlashtiramiz. Shunday dizayn paydo bo'lishi kerak. Keyin bularning barchasini siz bilan yana bir qavatga ko'taramiz. Mana bizda shunday narsa paydo bo'ldi. Shunday dizayn, ya'ni biz shunchaki qatlamni takrorladik va hozir hayron bo'lishingiz mumkin, lekin bu faqat yarmi. Ya'ni bularning barchasini endi lava bloklari bilan to'ldiramiz. Bu oddiy pol edi. Xo'sh, taxminan shunday ko'rinadi. Bizning qasr aniqroq, bizning qasrdagi pol va endi qandaydir qiziqarli kirish joyini qilamiz. Men uni tezroq qilaman. Hammasi oddiy zinapoyalardan shunday qilib biz bu yerda yopyapmiz. Biling, asosiysi o'rtasini yo'qotib qo'ymaslik, men ham qilyapman, shunga o'xshash hammasi. Hammasi o'rtada o'xshaydi va endi biz hamma narsani mana shunday qilamiz. Keyin bu yerga zinapoyalarni qo'yamiz va bizda mana shunday konstruksiya hosil bo'ladi. Xo'sh, endi biz sizlar bilan devorlarni 5 blok yuqoriga ko'taramiz, ya'ni 5 blokni qo'yib shunchaki hamma devorlarni ko'taramiz. Minorani esa 10 blokka ko'taramiz, ya'ni natijada bizda shunga o'xshash narsa hosil bo'lishi kerak. Xo'sh, natijada bu hali natija emas. Men yana ko'tarishga ketdim. Shu uchun sizlardan uzr so'ramoqchiman. Menda shunday xirlagan ovoz bor, chunki men biroz kasalman. Mana shunday narsa bizda siz bilan aziz do'stlar va aka. Hozir men sizga arkamiz 4 blok o'lchamida bo'lishini ko'rsataman, lekin bu hammasi emas. Biz o'lamiz va bu yerga o'rnatamiz. Mana shunday bloklar. Keyin bu bloklarning pastki tomoniga bog'gacha bilan bosishimiz kerak va bizda mana shunday hosil bo'ladi. Yon tomonlaridagi yarim bloklarni biz shunday sindiramiz. Uzr, men bu yerda bekorga sindirdim. Hammasini qo'ydim va mana bu yerda biz siz bilan zinapoyalar qo'yamiz. Keyin bularning hammasiga lava bloklarini kiydiramiz va mana shunday chiroyli kirish joyi hosil bo'ladi. Endi biz mana shunday tishli qilib qo'yamiz. Rostini aytsam, ularning nomi nima ekanligini bilmayman. Agar ularning nomi ekanligini bilsangiz, albatta izohlarda yozing. Shunchaki butun perimetri bo'ylab bir blokdan shunday qilib joylashtiramiz. Endi biz minoramizni qurmoqdamiz. Aniqroq qanday aytish mumkin? Biz uni shunchaki shunday aylantirib o'tamiz. Mana shunday ingichka qilib. Qirralisa so'zimni eshitaman. Men shunchaki hayratdaman. Ovozim juda xirlagan bo'lishi kerak, shunga o'xshash narsa chiqishi kerak. Lekin menimcha buni yana bir pog'onga ko'tarish yaxshiroq. Qanday qilib endi bu yerda xuddi shunday narsalarni qilamiz va endi biz har birini shunday qilamiz. Minora menimcha juda chiroyli ko'rinadi. Endi albatta buni hammasini obodonlashtiramiz. Avvalo minora ichida biz yo'lak qilamiz. Mayli, shunday qilaylik. Biling, la'nat yomg'irni yana o'chirishga to'g'ri keladi. Hamma joyda o'rtada shunday yo'laklar o'rnatamiz. Mana shunday ustun va hamma minoralarda shunday qilib bizda siz bilan zinapoya hosil bo'ladi va barcha minoralarda shunday qilamiz. Yana bir takrorlayman. Xo'sh, endi bu yerda yon tomonlarda men o'ylaymanki, qayerdadir mana shu yerda normal bo'ladi. Biz masalalarni o'rnatamiz va ya'ni eng oddiy mana shunday masalalar, shuningdek derazalarni unutamiz. Derazalarimiz taxminan mana bu yerda joylashadi, minorada joylashadi. Mana bu yerda, albatta keyin mana bu yerda, albatta mana bu yerda va mana bu yerda. Endi temirni olamiz. Do'stlar, men nima o'ylab topganimni ko'ring. Biz darvozamizga yaqinlashamiz. Bu yerda bo'lgan yarim bloklarni sindiramiz, o'rnatamiz, lekin bloklarni yana yarim blok qilib ularni o'rnatamiz, yana temir simlarni o'rnatamiz va mana shunday bilmadan ochiladigan darvoza kabi narsalar hosil bo'ladi. Bilasizmi? Yana qanday qilish mumkin? Mana bu yerga o'sha bloklarning o'zini mana shunday qilib o'rnatish, keyin ularni almashtirish mumkin va eshitinglar, bu ancha chiroyli. Keliklar shunday qilamiz va mana bizda shunday chiroyli kirish joyi paydo bo'ladi va siz mendan so'raysiz, nega men hech narsani o'rtada obodonlashtirmayapman? Men o'rtada hech narsani obodonlashtirmayapman, chunki sizlarning o'zingiz bu yerda hamma narsani obodonlashtirdingiz. Ya'ni siz bu yerga xohlagan narsangizni qurishingiz mumkin. Masalan, bu yerga bilmadim, lucky bloklar yoki boshqa narsalarni tashlashingiz mumkin. Misol uchun bilmadim, uylarda qandaydir ahvoli bo'lishi mumkin. Aytmoqchi, mana shunday qilishingiz mumkin. Siz o'zingizga lavadan qasr qura olasiz, do'stingizga esa suvdan qasr qura olasiz va shunday kichik urushlar qila olasiz. Aytmoqchi, bu yomon emas. Agar sizga g'oya yoqsa, shu videoga like bosing. Men do'stim bilan shunday seriyani yozishga harakat qilaman.